Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Qo'qon universiteti Andijon filialining iqtidorli hamda sportchi yoshlari yaxshi natijalar ko'rsatishda davom etmoqda. Qo'qon universiteti Andijon filiali iqtisodiyot yo'nalishi birinchi bosqich talabasi Avazov Muhammad Aziz 15 fevral kuni bo'lib o'tgan Qozog'istondagi CFC ligasining 4-turnirida g'alaba qozonib, chempionlik kamarini qo'lga kiritdilar. Bundan tashqari Qozog'istonda bo'lib o'tgan Nayza ligasining 72-turida g'alaba qozonib 5-0 rekordini qayd etdilar. Muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning yoshlar bilan uchrashuvida iqtidorli hamda sportchi yoshlarni qo'llab-quvvatlash haqida bergan topshiriqlarining ijrosini ta'minlash maqsadida Qo'qon universiteti Andijon filiali tomonidan Avazov Muhammad Azizga 4 yillik grant taqdim etiladi. Muhammad Aziz, tabriklayman. G'alaba muborak bo'lsin hamda 4 yillik grant muborak bo'lsin universitetimiz tomonidan. Endilikda Avazov Muhammad Azizning 4 yillik o'qish shartnomasi universitetimiz tomonidan 100% qoplab beriladi. Assalomu alaykum. Men Qo'qon universiteti Andijon filialining talabasiman. Kuni kecha chempionlik kamarini qo'lga kiritdim. Universitetimizga va davlatimizga kattakon rahmat, shunchalik yoshlarni partiyashga qilib qo'llab-quvvatlayotganiga. Tengdoshlarimizam o'zini ustida ishlab, shunaqa natijalar ko'rsatishini tilab qolaman.